Assalomu alaykum barcha yurtdoshlar, tomoshabinlari, Jizzax Begoms kanalining qadrli obunachilari. Xudo xolasa, videoni oxirigacha ko'ramiz. Begoms biznesga oid qiziqarli video bo'ladi. Hozirgi vaqtda mana yangi tashalgan joylarimiz va Begomslar haqida bitta video olyapmiz, ko'rsatib o'tamiz Begomslarni. Mana yangi tashalgan joydagi cho'lchanglar qish faslida ham davofga berilmagan bo'lsa ham qanaqa rivojlanyapti, ko'payaptimi, yo'qmi, qanaqa holatda turibdi, shular haqida bitta video bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Kimga Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchangi yoki Begomslar kerak bo'ladigan bo'lsa, aksiya doirasida zishliklarni zo'r qilib, xudo xolasa qilib beramiz. 20 tonna atrofida tayyor Begoms bor. Begomslarni xudo xolasa sotuvga qo'ydik. Mana bahor fasliga akukalarimiz, ko'chat qiladigan, parnik tashlaydigan akukalarimiz Begomsga zakazlar aytyapti. Xudo xolasa sotuvlarni ham boshladik. Sizlarga bitta Begoms hozirgi vaqtda cho'lchanglar rivojlanishi haqida bitta ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi joyimiz, birinchi boshlagan joyimiz mana shu. Kecha videoga olgan tarafimiz ikkinchi taraf edi. Hozir mana bu joyga mana shu Begomslarni oktyabr, noyabr oylarida har yil elab, mana shu bahorga zagadovka qilib qo'yamiz. Yerda ham ancha elanmagan joylari bor. Yerda ham tayyor Begomsimiz bor. Mana bu yerda bir 20 tonnaga yaqin, xudo xolasa, tayyor elangan Begomsimiz bor. Mana bu joyga cho'lchang tashlaganmiz. Oktyabr oylarida, noyabr, oktyabr oylarida mana shu elab cho'lchanglar tashlagandik. Hozir mana shu qorlardan keyin cho'lchanglarda ishlash qanaqa, o'lib qolmaganmi, faol ishlayaptimi, shular haqida sizlarga bitta ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, yurtdoshlar, mana ochib oldik joyimizda. Hozir uni bitta ag'darib, cho'lchanglar qanaqa darajada ekan bitta ko'ramiz. Cho'lchanglar ko'rishingiz mumkin, semirgan, yangi ozuqada, mana kimga ko'rinyapti, oppoq maydachalari ham ko'p. Bu sharoit yaxshi bo'lsa, cho'lchanglar ko'payishiga yoki mana shu Begoms qilishiga ta'sir qilmaydi ko'pchilik holatda. Joylarda ko'rinmayapti. Hozir tomonlarni ochib ko'rsatamiz. Videoga o'zim ko'rsatganim uchun sal noqulayliklar bo'lyapti. Mana cho'lchanglar. Ko'rishingiz mumkin. Cho'lchanglar semirib, tuxumlaydigan darajada bo'lib, mana katta bo'lib ketgan. Kimga ko'rinayotgan bo'lsa, mana shu qish faslida ham cho'lchanglar ishlashda davom etadi. Ko'payishda ham, ko'payishi yozga nisbatan, kun issig'iga nisbatan kamroq bo'ladi, lekin bar ko'payadi. Ko'payishdan to'xtamaydi. Sizga Begoms tayyorlab berishdan to'xtamaydi. Hozir men bu yerda Begomslarni ochib ko'rsatamiz. Buncha ochilmayapti. Ichiga umuman nam o'tmagan, mana ko'rishingiz mumkin. Birikmaydi ham. Mana o'rtoqlarni ham ko'rsatamiz. Begomslarimiz. Namligi ham unaqa nam emas. Kerak bo'lsa ham birikmayapti ham. Ko'rishingiz mumkin. Ba'zi joylarga ozroq nam o'tgan, suv o'tgan. Ochilib qolgan joylariga, qolgan joylarda normal holat mana. Kimga mana shunaqa sifatli darajadagi Begoms yoki Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanglar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu joydagi cho'lchanglar sotuvda emas, u ikkinchi joyimizdagi cho'lchanglar sotuvda mavjud. Hozirgi vaqtda kecha safar ko'rsatgandim, cho'lchanglarda davofkaga chiqqan jarayonni bitta ko'rsatdim. Yerda xudo xolasa cho'lchangiz ishlar zo'r. Kimga qiziq bo'lsa, kim Begoms biznesini qilmoqchi bo'lsa yoki dehqonchilik bo'lib turib, o'zi Begoms tayyorlab yetishtirib ishlatmoqchi bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu joylarda mana shu somonning ichidagi o'tlar ham chiqib ketibdi. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, yurtdoshlar, kimga qiziq bo'lsa, pastdan nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Kim nimaga tushunmay qolgan bo'lsa,
bemalol telefon qilib so'rashlaringiz mumkin. Sog' va salomat bo'lamiz.